Zapishga keldik. Tufli degan narsani siydir olmayman da men. Tufli. Foto sotku yo'q. Svanjet Ibrahim'a aytib qo'yayin, "Ağa, meni Ermanda yig'layim" dedim. O'zgartayim dedim. Shashlarim deb o'zgartib jiberdim. Shashlarimni sifadim asti. Qanday tur deb so'rasiz. Deb zapishga berib berganmiz biz. Ertangni aytamiz deb o'ylaganmiz u kishiga. Biz unutib ketganmiz buni. Radiodan ketgan, Ibrahim'a eshitgan buni. Bir kun жұмысқа ertalab ko'rsam, "Mana yerdan kelib turibdi." Shumanazar bu "Ağanız nimadir?" dedi. Qurib qoldi dedim. Tez bor dedim. Shuni sen shapsa buni bar hanashit deb üstüne qaraytna deb turibdi. O'tirgan ekan buni siz. "Assalomu alaykum" dedim. Kel dedi. Hosil yaxshi chiqqan dedi. Derib iznab ketdim. "Ağa" dedim, aytdim. Adam dedim, aytdim, har narsaning qashinda ko'p yursa o'rganib ketar ekan-da so'g'im dedim. Shunda ko'p erkalatgan ekansiz biz. So'ng dedim, aytdim, "Bugraq sizga dedim, qo'ldirib dedim, nering ahmoqchilik bizga dedim. Biroq dedim, bir narsani aytib o'tayin Rasul dedim, aytdim. Rasul Gamzatov Dag'istonga dedim, avar xalqina qanday buyuk bo'ladigan bo'lsa, aytmatib Qirg'izga qanday buyuk bo'ladigan bo'lsa, Qaysim Kuliyev balqarlarga dedim. Sizni bu insonlardan 1 santimetr ham to'min qo'ygim kelmaydi ağa dedim, yuqori qo'ygim keladi dedim. Shuning uchun sizdek ul insonga bir qizim to'playing sifatingiz yo'q dedim. Shashin sifab yura beringlar ağa dedim. Biroq hajat qo'ydi. O'zing bir shayrona yigitsan dedi. So'ng men amanin qoldik-ku.